Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum, hurmatli zo'r ko'g'ishlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Germaniyaning Myunxen shahrida ta'sis qilingan Tor televiziyasininki bugungi maxsus programmasiga xush keldingizlar. Men bugungi program riyosatchisi Farhat Yo'rinqash bo'laman. Oldi bilan men stansiyamizdagi barliq xodimlarga vakolatdan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Hurmatli zo'r ko'g'ishlar. Sizlarga ma'lum bo'lganidek, Dunyo Uyg'ur qurultiyining 6-chi navbatlik favqulodda vakillar qurultiyi 2017-yil 11-oyda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan edi. Bugungi maxsus programmamizda sizlarga 6-chi navbatlik qurultiyimizningki umumiy ahvolni qisqacha xotirlatib o'tmoqchimiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. 2017-yil 11-oyning 10-kunidan 12-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida 6-chi navbatlik favqulodda vakillar qurultiyi chaqirildi. Qurultayga Osiyo, Yevropa, Shimoliy Amerika va Avstraliyadagi Uyg'urlar markazlashib o'tiraqlashgan 16 davlatdan 150 atrofida vakil kelib qatnashdi. Muhojiratdagi Sharq Turkiston Milliy ozodlik harakatining vakillik organi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining davr bo'lgich ahamiyatga ega 6-chi navbatlik qurultiyida uzun muddatdan buyon Uyg'ur milliy mujodala sepida tinimsiz kurash qilib kelgan aktiv vatanparvarlik ro'yiga, mo'l siyosiy tajribaga, qimmatli kurash tarixiga bo'lgan 33 nafar zot demokratik saylam orqali vazifa topshirib oldi. 2017-yil 12-noyabr oxirlashgan 6-chi navbatlik qurultaydan 2018-yil 22-aprel chaqirilgan 6-chi navbatlik qurultayning tunji navbatlik ijro komissiyasi yig'iniga qadar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarkibida vazifa olgan fidokor azamatlar cheklik imkonlar ichida eng zo'r tirishchiliklarni ko'rsatib, qisqagina 5 oyda zo'r natijalarni ro'yobga chiqarish uchun ko'p ajr sarf qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu 5 oy ichida olib borgan faoliyatlariga nazar solganimizda tuvandagidek manzarlar nazarimizga chalg'adi. Muhojirlar xizmatlari sohasida Dunyo Uyg'ur qurultiyi Misr, Bulg'ariston, Tailand, Turkiya, Malayziya ve Arap ellerideki Uygur musafirler meselesi hem de Avrupa'da, Amerika'da siyasi panalık tülgücü Uygurlar meselesi kadar köngül bölüp, kısat ajırtıp, məxsus adam müvetip, adukat teklif kılıp, Garip demokratik devletlerinin parlamentlerini, taşkı işler ministerliklerini, Avrupa Birliği'nin parlament azalarını, Amerika Kongresi'nin kongres azalarını iş kısılıp, Uygur muhacir kırındaşlarının eğir vaziyetini özgertiş, ularni qutuldirish yo'lida cham yetgan doirada hayratlar ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa apandi boshchiligidagi qurultay rahbarlari 2017-yil 5-noyabrdan boshlab toki 2018-yil 22-aprelgacha Yevropa parlamentida va Yevropa davlatlarida parlament a'zolari davlat rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlarning navbatdagi qabohatlik vaziyatini anglatish va Xitoy hokimiyatining bu zo'ravon siyosatini o'zgartirishga besim ishlatishga chaqirish, dunyoning har yerlarida o'tkazilgan xalqaro yig'in so'rovlaridan foydalanib, Uyg'urlar masalasini to'ntish, G'arb demokratik davlatlari rahbarlari va tashqi ishlar ministrliklari rahbarlari bilan bevosita uchrashib, Uyg'urlarga ega chiqishni murojaat qilish, Yevropa parlamentida 2017-yil 19-oktyabr qurilgan Uyghur Dostluk Gruppasiga a'zo parlament a'zolarini harakatga keltirish qatorliq sohalarda ilib bo'lgan ziyoratlarning soni 30 qatimdan olqidi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari 6-chi navbat qurultay og'irlashibla 2017-yil 29-noyabrdan 2018-yil 23-martgacha Birleşken Devletler Teşkilatı'da 5 qatim xalqaro yig'in qatnashib, Uyg'urlar masalasini dunyo jamoati oldida ve BDT rehberleri sahasında yanım keng tonutish uchun g'ayratlar ko'rsatdi. BDT Kishilik huquq oliy komissarligi muhojirlar bölümü tan jazosiga qarshi turish komiteti har qaysi davlatlarning BDTda turish vakillari bilan ko'p qatim ayrim uchrashib, Uyg'urlarning dard hasratlarini anglatdi. Amerikada Qurultay raisi Dolqin Aysa, ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat hamda qurultay rahbarlaridan Ilshat Hasan Ko'kböre, Nuri Turkel, Abdul Hakim İdris, vatanparvar ziyolilarimizning Roshan Abbas xonim qatorliqlar o'zaro zich hamkorlashib, Amerika Kongress xodimlari bilan uchrashish, Amerika parlamentida madaniyat kunini faoliyat o'tkazish, Amerika davlat axborot klubida muxbirlarni kutilish yig'inlari uyushtirish kabi ko'p xil usullarda mujodala yurgizib, Uyg'urlar masalasining Amerika Kongressida rasmiy kun tartibga kelish uchun zo'r jasoratlar ko'rsatdi. Turkiyada Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Doktor Erkin Akram, ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat
Hamda Dünya Uyg'ur Qurultayı rəhbərlərindən Doktor Erkin Ahmet, Hamidxan Köktürk, Objil Turan əpəndilə Dünya Uyg'ur Qurultayı namında fəaliyyətlər təşkilləb, Dünya Uyg'ur Qurultayı və Uyg'urlar məsələsinin Türkiyədə yanıma rivaj tepiş üçün həssələr qatdı. Yaponiyada Dünya Uyg'ur Qurultayı rəisi Dolqun Aysa, İcraiya Komiteti Reisi Ömer Kanat, Qurultay bayonotchisi Dilshod Rashid, Qurultayning Yaponiyadagi rahbarlaridan İlham Mahmud əpəndilə Yaponiyada məxsus fəaliyyətlər uyushtirib, davlat rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlar masalasining Yaponiyada kun tartibga kelishi uchun fedakorliklar ko'rsatdi. Dünya Uyg'ur Qurultayı qurilibla tashviqot xizmatlarini zo'r kuch bilan qanot yo'yishga ahamiyat berdi. Məxsus dövlət kanalları və ictimai taratqularda Xitay mustabid hakimiyyətinin zulmlarını paş qilish, Uyğur cəmaatını türlü siyasi fəaliyyətlərə səfərbər qilish, hər qaysı dövlətlər rəhbərlərinə məxsus məktublar yollaş, türlü çağırıq, bayanat, müraciətnamələr elan qilish, xalqaralıq yığınlar üçün dokladlar təqdim qilish qatarlıq xidmətlərini nisbətən kən qanat yaydı. 6-cı növbət qurultaydan keyin Dünya Uyg'ur Qurultayı rəhbərləri Uyg'ur yoshlarının demokratiya, kishilik huquq, qonuniy bilimlar bilan tarbiyalash kurslarini davomlashtirish, har qaysi davlatlarda namoyishlar uyushtirish, har xil ijtimoiy, madaniy faoliyatlarga tashabbus qilish, Sharq Turkistondagi nomsiz mahbuslar tizimidan turg'izish, Dünya Uyg'ur Qurultayının iqtisodiy manba masalasi ustida izlanish, Dünya Uyg'ur Qurultayı televiziyasini qurib chiqish qatorliq sohalardami tegishli xizmatlar ishildi. Dünya Uyg'ur Qurultayının 2018-yil 22 apreldan boshlab Belgiya poytaxti Brükselda o'tkaziladigan yig'inlari bo'lsa, o'tgan 5 oylik xizmatlarni xulosalash bilan birga oldimizdagi 6 oylik xizmatlarning plan programmalarini qarorga bog'lashni asos maqsad qilgan bo'lib, Qurultay rahbarlarining jasorati bilan inshaalloh kelajakda texim zo'r utuqlar maydonga kelgusi. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga 6-cı navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı haqida qisqacha bir eslatma berib o'tdik. Albatta ki, bundan keyingi programmalarimizda Dolqun Aysa efendimning riyosatchiligidagi yangi bir avlod Dünya Uyg'ur Qurultayı rəhbərlik heyətininki bütün dünya miqyosida elib berayotgan siyosiy faoliyatlari va umum faoliyatlari haqida yanama tafsili, yanama atrofli ma'lumot berishga tirishamiz. Oxirida hammanglarni yürekten qayta salamlayman. Şundaqla sizlarga Cenab-ı Allah'tan salametlik, xotirjamlik, baxt saadat ve bereket tilayman. Keyingi qatimli programımızı görüşelim. Erkinlik yolida sudek aktır bizning tenimiz. Sen üçün ey yurtimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka itikat imanımız. Atılanın canları düşmedi o tarih bitidir. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladı biz. Çıktı can hem aktı kan, buldu yağdın el aman. Yaşasın, mır yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, mır yaşasın, güzel istikbalimiz.